Uydagilarim meni 3 kunga qishloqqa buvimnikiga tashlab ketishdi. 3 kun nimalar qilganimni aytib bering. Birinchi qilgan ishim Ujis kinolardagi podvolga tushib kompot ikra olib chiqdim. Podvol mevazorga o'xshaydi. Ikra bilan kompot oshqozonga eksport qilindi. Buvim ham yildan yilga qarab qo'rqinchli bo'lib ketyaptilar. Keyin internet qidirib o'tirsam, buvim o'sha eski albomimni olib tanimaydigan odamlarimni tanishtirishni boshladilar. Keyin suv tashidim. Yo'lda ikkita uchta xotinga meni kelin qilib uzatib yubordilar. Voy, qaranglar, qora saqich topib oldim. Buni mazasini bilgan biladi-de. Podvoldan paketam topib oldim. Bu nima? Ha, bu Tetris bilaman. To'ylarning kassetasi bu. Disklar, telefon. Buni ham bilmadim nimaligini. DVD'ni simi. Mana bu Dendi deylardi. Voy, shiribum, lavislar-ku. Mana bu temir yomon otardiga, lekin ikkinchi kun mehmonligim tugadi. Bilib qo'y, dunyoda ish tugashi mumkin, lekin buvingnikida ish tugamaydi. 3-chi kun sigir sog'dirdilar. Daraxt o'zidan uzun uzib yedim. Keyin ulgurmayotgan uylarini tozalab berdim. Qo'limdagi timsini sizlarga ham tavsiya qilaman. Hidrasi zo'r tozalaydi. Parashoki bor, kapsulasi bor, chirklarni tozalash uchun vositasi, unitaz uchun vositasi bor. Suvi sovuni ham rosa zo'r. Bir pasda ketadigan kunim ham keldi. Doimgidek buvim nimalardir berib yubormoqchilar. Ro'molchadagi pensiya pulini kam kostinga ishlatarsan dedilar. Soddagina buvim-a. Ular uchun 20 ming so'mga hozir ham ko'p narsa beradi-de. Menimcha buvimnikida o'tgan kunlarim eng zo'r davrlarim bo'lsa kerak.